8-bob o'z-o'zini massaj qilish. O'z-o'zini massaj qilish keng ko'lamda uy sharoitida, ishlab chiqarish korxonalarida va muassasalarida, mehnat faoliyatida, fizkultura va sport bilan shug'ullanish jarayonida o'tkaziladi. O'z-o'zini massaj qilish davo maqsadlarida ham qo'llanilishi mumkin. Masalan, paylar va bog'lamlar cho'zilganda, to'qimalar ezilganda, mushaklar nerv tolalari yallig'langan va shikastlangan holatlarida, bosh og'riganda, bot xastaligida, bo'g'imlarning shikastlanishlarida qo'llaniladi. Tongda uyqudan uyg'onib, ertalabki gimnastika mashg'ulotlaridan so'ng o'z-o'zini massaj qilish tavsiya etiladi. O'z-o'zini massaj qilish dush ostida, vannada suvning harorati +36-38 gradus bo'lgan vaqtda o'tkazilishi mumkin. Bunday o'z-o'zini massaj qilish suv muolajalari bilan qo'shib olib borish o'ta og'ir mehnat, sport mashg'ulotlaridan so'ng tezlikda kuch-quvvatni tiklashda, modda almashinuvini tezlashishida, uyquni yaxshilashda, kayfiyatni oshirish maqsadlarida o'z-o'zini amalda keng qo'llaniladi. Ayrim hollarda vannada o'z-o'zini massaj qilish uchun har xil yordamchi vositalar ishlatiladi. Bunday massaj asosan kunning birinchi yarmida o'tkazilishi kerak. Sportchilar o'z-o'zini massaj qilishni ko'p qo'llaydilar. Bunda har xil massaj usullari qo'llanilishi mumkin. Mushaklarning tonusini oshirish uchun qoqish, siqish, uqalash, start oldi hayajonlarni kamaytirish uchun tinchlantiruvchi usullar qo'llaniladi. Massaj davomida har xil surtma moylardan foydalanish ham mumkin. O'z-o'zini massaj qilish umumiy va xususiy xillariga bo'linadi. Umumiy massajning davomiyligi 20-25 daqiqa, xususiyniki esa 3-5 daqiqaga yetadi. O'z-o'zini massaj qilishning umumiy xili sonni 4 boshli mushaklardan boshlanadi. 105, 106, 107 hamda 108 rasmlar. Massaj harakatlari tizza bo'g'imidan yuqoriga, chot tomonga yo'nalgan holda bajariladi. Har bir massaj qilingan joy slash bilan yakunlanadi. Xuddi shu tarzda sonni orqa yuzasida o'z-o'zini massaj qilish bajariladi. Ya'ni 105-rasmda mana tizzadan tepa qismga qarab bu odam o'zini o'zi massaj qilyapti. Ikkinchi rasmda bo'lsa sonni ichki yuzasini massaj qilib, aynan tizza bo'g'imidan chotga tomon harakatlanilyapti. Tizza bo'g'imida massaj slash bilan boshlanadi. So'ng har xil ishqalash turlari qo'llanilib, slash va harakat mashg'ulotlari bilan muolaja yakunlanadi. 109, 110, 111, 112 rasmlar. Boldir qismining oldi va orqa yuzasini massaj qilishda barcha massaj harakatlari oyoq barmoqlaridan tizza osti chuqurchasiga tomon yo'nalgan bo'lishi kerak. Oyoq kaftini massaj qilish. Tovon ostida ichki a'zolar bilan uzviy bog'langan nuqtalar bor. Bu bog'lanishlarni reflektorlik xususiyati aniqlangan. Shu sababli bu nuqtalarga ta'sir etib, ichki a'zolar faoliyatini yaxshilash, organizmni chiniqtirish mumkin. Uy sharoitida tovon ostini massaj qilishda plantar, lotincha plants deb nomlangan noan'anaviy mana rasmlari o'z-o'zini massaj qilishi, tizza bo'g'imi kaft asosi bilan katta barmoq do'mbog'i bilan mana ishqalanyapti. Keyingi rasmda tizza bo'g'imini ikki qo'l barmoqlari yostiqchalari bilan ishqalanyapti. Keyingi rasmda tizza va tos son bo'g'imlariga sust harakatlarni bajaryapti, ya'ni bukib yozyapti. Keyingisida boldirni orqa yuzasidagi mushaklarni ikkala qo'l bilan halqasimon uqalanyapti. Ya'ni 114-rasmda boldirni orqa yuzasida qo'l ustiga qo'lni qo'yib oddiy uqalash amaliyoti bajarilyapti. 115-rasmda boldirni tashqi yuzasini silanyapti, ya'ni bu qismini. 116-rasmda boldirni tashqi yuzasini qo'l ustiga qo'lni qo'yib 4 barmoq yostiqchalari bilan uqalanyapti. Men bundan boshlab boshqatdan o'qib beraman sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Oyoq kaftini massaj qilish tovon ostida ichki a'zolar bilan uzviy bog'langan nuqtalar bor. Bu bog'lanishlarni reflektorlik xususiyati aniqlangan. Shu sababli bu nuqtalarga ta'sir etib, ichki a'zolar faoliyatini yaxshilash, organizmni chiniqtirish mumkin. Uy sharoitida tovon ostini massaj qilishda plantar, lotincha plants deb nomlangan noan'anaviy massaj turlaridan yordamchi vosita sifatida foydalanish mumkin. Tovon va tovon payini massaj qilish massaj oluvchini o'tirgan holatida o'tkaziladi. Avval oyoq kaft osti massaj qilinadi. Bunda musht
qirrasi bilan oyoq panjalaridan tovon tomonga to'g'ri chiziq va spiral shaklda harakatlanadi. Har bir usul 3-5 marta takrorlanadi. So'ng qo'l barmoqlarining yostiqlari bilan oyoq kaft osti uqalanadi. Tovon va tovon payi ham massaj qilinadi. Tovonda qisqich shaklida ishqalash usuli qo'llaniladi. Tovon payi ikki qo'l barmoqlarining yostiqchalari bilan spiralsimon, doirasimon shaklda ishqalanadi. Oyoq kaftida o'tkaziladigan o'z-o'zini massaj qilish muolajasi oyoqning har bir barmog'ini qo'lni 5 barmoq yostiqchalari bilan ushlab, tirnoqdan barmoq asosigacha doira shaklida ishqalash yo'li bilan bajariladi. To'g'ri chiziqli shaklda ishqalash uchun barmoq ko'ndalangiga ishqalanadi. So'ngra oyoq kafti massaj qilinadi. Bo'g'imda silash ishqalash turlari o'tkaziladi. Ko'krak sohasida o'ng qo'l bilan ko'krakning chap tomonini, chap qo'l bilan o'ng tomonini massaj qilinadi. Qo'llaniladigan usullar silash 3-5 marta, siqish 4-6 marta, uqalash turlari. Ishqalash turlari har bir qo'l o'z tomonidan ishqalashni bajaradi. So'ngra to'sh suyagida pastdan bo'yin tomoniga qaratib, barmoqlar yostiqchasi bilan ishqalash usuli bajariladi. Yelka sohasida massaj o'tkazishda oldin yelkalarning oldingi yuzasi, so'ngra orqa yuzasi massaj qilinadi. Bu vaqtda quyidagi muolajalar bajariladi. Silash 4-5 marta, siqish 3-5 marta, uqalash 5-6 marta. Muolaja siltab-siltab qo'yish va silash bilan yakunlanadi. Hamma harakatlar tirsak bo'g'imidan yelkagacha yo'naltirilgan holatda bajariladi. Tirsak bo'g'imida asosan silash, ishqalash va harakat mashg'ulotlari qo'llaniladi. Bilak, qo'l kafti va barmoqlarni massaj qilish 128, 129, 130 rasmlarda ko'rsatilgan. Bo'yin va trapetsiyasimon mushaklar muolajasida oldin orqa qismi, so'ng yon tomonlari va oldingi qismi massaj qilinadi. Bunda silash, siqish, uqalash, ishqalash va qoqib qo'yish usullari qo'llaniladi. Dumba mushaklari va bel gavdaning tik holatida massaj qilinadi. Har bir qo'l o'z tomonidan massajni o'tkazadi. Massaj harakatlari dumba mushaklarida sondan yuqoriga tos suyaklari qirrasi tomon qaratilib bajariladi. Muolaja davomida silash, bir qo'l bilan yoki kaft asosi bilan siqish, bir qo'l bilan oddiy uqalash, silkitib qo'yish bajariladi. Ikkinchi dumba mushaklari ham shu tarzda massaj qilinadi. So'ngra dumg'aza sohasida massaj o'tkaziladi. Dumg'azani pastki qismidan yuqoriga yo'nalgan holda silash va har xil ishqalash usullari o'tkaziladi. Bel sohasida umurtqa pog'onasidan yon tomonlariga va umurtqa pog'onasi bo'ylab yuqoriga ishqalash usullari bajariladi. Orqa sohada massaj orqani serbar mushaklaridan boshlanadi. Bunda hamma massaj turlari silash, ishqalash va uqalash qo'llaniladi. Qorin massaji mushaklarni kuchini oshirish va ichaklarni harakatini kuchaytirish uchun qo'llaniladi. Haddan tashqari semiz odamlarda qorinni massaj qilish ham maqsadga muvofiqdir. Qorinni massaj qilishda quyidagi usullar qo'llaniladi. Silash, ikki qo'l qorinning pastki qismiga qo'yilib yuqoriga, qovurg'alar yonlari tomon navbatma-navbat bajariladi. Ishqalash bukilgan barmoqlarning qirralari bilan qovurg'alar yonidan pastga, yuqoriga va qorindan ko'ndalangiga bajariladi. Uqalash qo'l qorinning yuqori qismiga qo'yilib, harakatlar pastga yo'naltirilgan holda qovuqqa qadar davom etadi. Qorinning to'g'ri mushaklarini massaj oluvchining chap yonboshi bilan oyoqlarni bukib yotgan holatida ham uqalash mumkin. So'ngra qorinni yon tomonidan tos bilan qovurg'alar orasida joylashgan qorinning qiya mushaklari uqalanadi. Har bir qo'l o'z tomonidan yonbosh tos suyagining qirrasidan qovurg'alar tomonga yo'nalgan holda harakatlanadi. Kaftning 4 barmog'i qorin tomonga, katta barmoq orqaga qaratilgan holda qorin ustiga rasmlarni ko'rib olinglar. Mana ikki kaftni biri to'la ishqalash bir-biriga. Bo'yinni ishqalash. Ensa suyagi qirrasini ishqalash. Trapetsiyasimon mushakni uqalash.
Bo'yinni oldi yuzasini ketma-ket silash. Kaftni tashqi yuzasi bilan belni ishqalash. Dumg'azani ikki qo'lni biriktirib, kaftni tashqi yuzasi bilan ishqalash. Bel va orqani mushtlar bilan ishqalash. 138-rasm. Boshni barmoqlar yostiqchalari bilan ishqalash va uqalash. Ko'krak qafasini oldingi yuzasini massajyor g'altakli yo'lakcha yordamida uqalash. Boldirni orqa yuzasini massajyor yordamida massaj qilish. Kaftning 4 barmog'i qorin tomonga, kattaroq barmoq orqaga qaratilgan holda qorin ustiga qo'yiladi. Qorinni massaj qilish, silash bilan muolaja yakunlanadi. Boshni massaj qilish. Boshda o'z-o'zini massaj qilish 5-7 daqiqa davom etadi. Boshda o'z-o'zini massaj qilish bosh og'riganda o'tkaziladigan massaj kabi bajariladi. Har xil massaj apparatlari yordamida ham o'z-o'zini massaj qilish mumkin. So'nggi yillarda maxsus apparatli massaj stoli keng ko'lamda qo'llaniladi. Massaj stoli elektr quvvati bilan ishlaydi. Undagi maxsus ikkita yurtma bo'lib, ularni muntazam harakat qilishi natijasida chalqancha yotgan kishining boshidan oyog'igacha, oyog'idan boshigacha massaj qilinadi. Massaj stolining moslamalari yordamida qo'ltiq ostidan tortib oyoqlarga 2 kilogramdan 10 kilogramgacha toshlarni osib, umurtqa pog'onasini cho'zish mumkin. Bundan tashqari massaj stoli organizmni umumiy tetiklashtirish va qayta tiklash maqsadida ham qo'llaniladi. Aurikuloterapiya. Aurikuloterapiya lotincha auricula quloq chanog'i suprasi chig'anog'i, terapiya davolash, ya'ni quloq suprasida joylashgan nuqtalarga ta'sir etib, qadimgi sharq tibbiyotida qo'llaniladigan davolash usullaridan biridir. Quloq markaziy nerv tizimini hamda ichki a'zolar bilan uzviy bog'langan. Tashqi quloq nervlariga boy bog'lanishlari tufayli tananing tashqi a'zolari va tizimlari holatlarini sezilarli sezish imkoniyatiga ega. Quloqning bunday xususiyati va ahamiyati qadimdan tibbshunoslarga ma'lum bo'lgan. Quloq suprasida joylashgan faol ta'sirlanuvchi nuqtalar ichki a'zolarning ta'sirlanish sohalarini o'zida mujassam etgan. Bu haqida eramizning 7-asrida quloqni igna sanchib davolash usuli asoschisi olim Sun Si Miao birinchi bo'lib ma'lum etgan va quloq tipografik xaritasini tuzgan. Aurikuloterapiya usuli 20-asrning 50-yillarida anatomo-fiziologik va davo tariqasida ilmiy nazariy asosda qo'llanila boshlangan. Marselda 1956-yil o'tkazilgan xalqaro anjumanda fransuz olimi Paul Noge quloq suprasida homilaning tasviri aks etgan. Shu bois ayrim nuqta va sohalarni qo'zg'atib, ichki a'zolar va butun organizm faoliyatini tiklash va jadallashtirish mumkinligi haqida fikri shov-shuv uyg'otdi. Paul Noge quloq suprasida ifoda topgan bir necha reflektor sohalarni ta'riflab, ilmiy asosda quloqning tipografik xaritasini birinchi bo'lib tuzib chiqdi. Hozirgi vaqtda ushbu yo'nalishdagi klinik va eksperimental izlanishlar davom etmoqda. Bular asosida quloq suprasining yangi tipografik xaritalari vujudga kelmoqda. Hamma xaritalarda quloq solinchagi va qarshi burma bosh miyaga tegishli sohalar quloq suprasining ichki bo'shlig'i, ko'krak qafasida joylashgan a'zolarga tegishlidir deb ta'kidlangan. Ma'lumotlarga ko'ra, uzoq umr ko'rganlarning quloq suprasi o'ziga xos xususiyatlarga ega. 90 yoshdan oshgan kishilarning 85%da quyidagi xususiyatlar namoyon bo'lgan. Quloq suprasi ancha katta. Quloq suprasi salinchagi uzunchoq va qalin. Quloq suprasining qarshi burmasi o'ta bo'rtib turadi. Quloq suprasida 110 nuqta mavjud bo'lib, ular xalqaro klassifikatsiya bo'yicha 18 sohani tashkil etadi. Bundan tashqari yana 60 ta qo'shimcha nuqtalar mavjud bo'lib, bulardan 18 tasi quloq suprasining oldi yuzasida, 42 tasi orqa yuzasida joylashganligi aniqlangan. Quloq suprasidagi nuqtalar juda zid joylashgan. Har bir nuqta 1-2 mm yuzaga ega.
Amalda bu nuqtalarni massaj qilish qiyin, shuning uchun massaj amaliyotida nuqtalar emas, ularni aks ettiruvchi sohalar massaj qilinadi. Odatda quloq suprasi barmoqlar bilan bosib ezilganida og'riqlar sezilmaydi. O'tkir xastalanganda ayrim nuqtalar sohalarida barmoqlar bilan bosib ezilganda og'rishi sezilishi mumkin. Surunkali tus olgan xastaliklar, ularga taalluqli sohalar va nuqtalar ustidagi terida har xil o'zgarishlar ro'y berishi mumkin. Shunday qilib, quloq suprasining nuqtalaridan davolash maqsadida va tashxis maqsadida foydalaniladi. 148-rasmda quloq suprasidagi qo'l, oyoq va tana qismlarining sezuvchi sohalari aks ettirilgan. Birinchi soha quloq salinchagi va bo'yin chigali. S2, S3 aks ettiradi. Ikkinchi soha bo'yinning orqa yuzasini. Uchinchi soha yelka bo'g'imi, ko'krak sohasi va qovurg'alarni. Birinchi, beshinchi, to'rtinchi soha bilak va tirsak bo'g'imini. Beshinchi soha qo'l kaftini. Oltinchi soha qo'l barmoqlarini. Yettinchi soha oyoq kafti, boldir, oyoq panja bo'g'imi va oyoq barmoqlarini. Sakkizinchi soha boldir va tizza bo'g'imini. 9-soha son, chanoq son, dumba va qof qismlarini. 10-soha bel, dumg'aza va shunga taalluqli qorin qismlarini. 11-soha bel va qorinning yuqori qismlarini, to'sh osti sohasini. 149-rasmda markaziy nerv tizimi tarkibidagi sohalar ko'rsatilgan. Birinchisi bo'yin chigali, ikkinchisi ko'krak chigali, uchinchisi qorin quyosh chigali, to'rtinchisi pastki qorin chigali, beshinchisi tos simpatik tuguni, orqa miyaning segmentlari va orqa miya ildizlari qarshi burma sohasida joylashgan. S bo'yin, T ko'krak, L bel, S dumg'aza. 149-rasmda qo'shimcha ravishda talamus, oraliq miyaning qismi, ko'rish bo'rtiqlari sohasi va shen-men nuqtasi tasvirlangan. Talamus umumiy sezuvchanlik sohasi hisoblanadi va shu sababli har xil og'riqlarni qoldirishda aynan shu soha massaj qilinadi. Quloq uchburchagining pastki qismida joylashgan nuqta stress nuqtasi, shen-men deb nomlangan. Ushbu ommabop nuqta stress, tanglik holatlarini oldini olish va haddan tashqari asabiylashishni bartaraf qilishda tip amaliyotida keng qo'llaniladi. Bu nuqta bilan birgalikda quloq salinchagining pastki qirrasi ham massaj qilinadi. Bu yerda bosh miya po'stlog'ining limbik tizimi, frontal bo'laklari, harakat va teri sezuvchanligini tasviri sohasi joylashgan. 150-rasmda quloq suprasi sohalarini ketma-ket massaj qilish tartibi raqamlar yo'nalishi bo'yicha ko'rsatilgan. Odatda quloq suprasi bosh va ko'rsatkich barmoqlar orasiga olinib massaj qilinadi. Bunda bosh barmoq quloq suprasini old qismini, ko'rsatkich barmoq esa tashqi yuzasini massaj qiladi. Massajning ikki usuli qo'llaniladi. Ikki barmoq yostiqchalari orasida aylanma shakl ishqalash va o'qtin-o'qtin ezish. Massaj oluvchi chalqancha yotganida bo'yin ostida kichik yostiqcha qo'yish, qorin bilan yotganida esa kaftlar ustiga peshonasini qo'yib yotishi lozim. Bu holatlarda bosh miya qon bilan yaxshi ta'minlanadi. Massaj quloq salinchagi va burma sohalaridan boshlanib, quloq suprasining cho'qqisi va burmalarning oyoqchasi tomon 2-3 marta bajariladi. So'ngra oyoqchalar bo'ylab massaj qilinadi. Bundan keyin ko'rsatkich barmoq yoki tirnoq bilan qarshi burma va quloq suprasi chegarasi qarshi suprasidan burmani ikki yuzasiga yo'nalgan holda 2-3 marta ishqalanadi yoki bosiladi. Bu sohada vegetativ nerv tizimi joylashgan. Quloq suprasi massajdan so'ng quloq suprasi oldi tepadan pastga yo'naltirilgan holda 2-3 marta silanadi. Ayrim holatlarda talamus sohasi, quloq salinchagining pastki qirrasi va shen-men nuqtasi massaj qilinadi. Massaj vaqti o'rtacha 3-6 daqiqa davom etadi. Ba'zan massaj davomida massaj oluvchini qisqa vaqtli, soniyadan bir necha daqiqagacha uyquga ketishi mumkin. Shu boisdan massaj oluvchi massajdan so'ng kamida 10 daqiqa dam olishi tavsiya etiladi. Davolash amaliyotida nuqtali va chiziqli massajdan oldin quloq suprasini barmoqlar bilan massaj qilish lozim. Sog'lomlashtirish amaliyotida avval klassik tiklash massajidan yoqa, bo'yin
Yelka sohalaridan so'ng quloq suprasi massaj qilinadi. Boldir mushaklarini bo'shashtirish, og'rig'ini va tomir tortishini qoldirish uchun quloq suprasidagi oyoqlarning anatomik ta'sir sohalarini ketma-ket massaj qilish kerak bo'ladi. Bu sohalar quyidagilar. Birinchi soha qarshi supacha. Bosh miya po'stlog'i sohasining massaj bosh miya faoliyatini kuchaytiradi. Bu sohani tashqi va ichki yuzasini bosh va ko'rsatkich barmoq yostiqchalari orasiga olib, baravariga massaj qilish lozim. Ikkinchi soha qarshi burma. Bu soha ikki barmoq orasiga olinib, ko'rsatkich barmoq o'qtin bosib, qarshi burmani yuqori pastki yostiqchasi bo'ylab massaj qilinadi. Bosh barmoq tayanch vazifasini bajaradi. Uchinchi soha Darvin bo'rtmachasining atrofi. Bu jigar faoliyatiga ta'sir etuvchi va qonni qaytadan taqsimlanishini normallashtiruvchi soha. Bu soha ikki barmoq orasi bilan massaj qilinadi. 152 rasm. Qo'llarning ish qobiliyatini qayta tiklash maqsadida quloq suprasining uch sohasi, ya'ni oyoqlar, mushaklarning bo'shashtiruvchi birinchi va uchinchi sohalari va qayiq shaklidagi chuqurcha barmoq tirnog'i bilan pastdan yuqoriga yo'naltirilib massaj qilinadi. Qayiq shaklidagi chuqurcha qo'llar harakati va sezuvchanligiga ta'sir etuvchi soha sanaladi. Bu sohani massaj qilish qo'l mashqlari nervlarning faoliyatini yaxshilaydi. Qo'l mushaklari faoliyatini oshirish maqsadida bo'yin, yoqa, yelka sohalari va qo'llarning klassik massajidan so'ng quloq suprasini massaj qilish tavsiya etiladi. 153 rasm. Uyqusizlik holatlarida quloq suprasida joylashgan 1-4 sohalar jimjiloqning uchi bilan massaj qilinadi. Tunda uyqu buzilganida uyg'ongan zahoti 1-3-4 sohalar massaj qilinadi. 154 rasm. Nafas a'zolarining o'tkir va yuqumli kasalliklarda quloq suprasining tegishli sohalarini massaj qilish ko'rsatilgan massaj xastaliklarini dastlabki alomatlari paydo bo'lishi bilan qo'llanilishi darmonsizlik, lohaslik, betoblikda muhim ahamiyatga egadir. Bu vaqtda quloq supralari galma-gal massaj qilinadi. Birinchi kuni birinchisi, ikkinchi kuni ikkinchisi va hokazo. O'naqaylarda o'ng quloq suprasi, chapaqaylarda esa chap quloq suprasi massaj qilinadi. Massajning davomiyligi 10-12 kun bo'lib, 2 kun davomida massaj ertalab va kechqurun, keyin faqat ertalab o'tkaziladi. Belgilangan sohalarda raqamlar bo'yicha ketma-ket massaj qilinadi. 4-soha quloq burmasining cho'qqisida joylashgan. U og'riqni qoldirish, tinchlantirish, yallig'lanishga qarshi va organizmni har xil xastaliklariga chidamlilik qobiliyatini oshirish uchun massaj qilinadi. 5-soha quloq salinchagining pastki qismi. Murtak bezlarining ta'sirlanish sohasi aks etgan. Massaj natijasida halqum atrofidagi limfatik to'qimalarda modda almashinuvi yaxshilanadi va organizmni immunologik reaktivligi kuchayadi. 4-5 sohalar 1 va 2 barmoqlar orasiga olinib massaj qilinadi.